Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar, Arsan Live'a hoş geldinglar. Bugün Abduvali Ayıp efendimni uyimga taklif qildim. Baytig'i tamoqlarni yeb, xili o'xshatdim-ku deyman. O'xshatibsan. Alayda bir usulim var ki tamak qilganga. Ömrümni yeb qo'ygan ekanman o tamoqni. Fayz qildim. Bek maqtad etdingiz. Sen bunu mu qılalaydı ekansan? Shu usulni o'ynab qo'yamiz. Samanım yaxshi saldım. Xeyr, bugün müşkül savollar deb bir temini qo'ydik. Odatda bunda naq maydon savol qilgan chog'da, masalan, g'arbda masalan, mushta qattiqroq savol chiqqan chog'da o'tirib bir natija chiqdi. Shuning ba'zi savollar sal qattiqroq tegib qolsa, xafa bo'lmaysizmi demayman, xafa bo'lib qolsangiz mayli. Tag'in qiziydi. Oldi bilan Amerikaga xush kelibsiz. Rahmat. Qaysi shamol sizni akeldi bu yerga? Amerika'da bir iş planlavatdı. Birisi bu Türkiye'de şu 7. ayda 10'dan artık Uygur tutulup kaldı. Bunu biz bu Amerika Uygur Birleşmesi bilen State Department'e doklat kılıp bu işini bir çağrısına kılaylı diyen maksatta bu bir görüşme battı. Bu iş battı. İkincisi Behind the Mask, Mask'ın keyinde Mask arkasında diyen film var. O filmini Amerika'da koyup Uygur davasıga, Uygur meselesiga, Uygur kırgınçılıkıga dikkatini tartış maksatdı. Üçüncüsü dostlar bilen görüşüp bundan keyin nima ishlarni birga qila olamiz, nima ishlarda hamkorlasha olamiz, nima ishlarni qildik, nima ishlarni qilmadik. Bu to'g'risida biz muzokara qilishdi. O'sha 3 maqsadga kelgan, 3 maqsadni asosan o'rlab bo'ldik. Bugun Behind the Mask, Mask'ın arkasında degan filmni qo'ydik. Natijaga mazroq erishdik. Shundan bir kelib o'tiribmiz. Bu Behind the Mask, masalan, men bu yaqinda ko'rdim, Avstriyaga beribsiz, Amerikaga kelibsizmi shu Mask'ning arkasida deb Uyg'urcha deb olamdik. Qisqacha bu tunishmagan, bu filmni tunishmagan qarindoshimiz qisqacha tushuntirib beramiz. Bu temisi nima bu filmning? Oldin bir narsa, biz Avstraliyada qo'ygan film Shavqin Suran degan film. All Static and Noise. Amerikada qo'yganimiz Behind the Mask. Demak, bu birinchi qatim Behind the Mask Amerikaga. Albatta. Tunji qatim biz bu Mask'ın arkasında degan filmni Amerikaga asli mana qanday bir qatim kelgan, bu New Yorkka u faqat film festivali qatnashtirish uchun. Uning qatnashadigan odamlar bakalik az sandık adam qatnashgan çünkü bir raqobat yani bu uchun. Maqetim rasmiy bir qo'yilishi, ya'ni jamoatga ochiq qilib qo'yilishi, buni ikki maydon qo'ydik. Bu filmda endi 2020-yili Xitoydan chiqqan, 2021-yili Uyg'ur sudida guvohlik bergan bir Xitoy sobiq soqchisiningki men bilan ko'rishish jarayoni tema qilingan. Bu jarayonda eng muhim bir kishilarni va meni va ko'rmanlarni qoyil qilgan bu nuqta bu Xitoyninki o'z og'zidan Xitoy hukumatining, Xitoy kompartiyasining, Xitoy soqchilarining Uyg'urlar qilayotgan zulmlarni, qiynoqlarni, vahshiyliklarni o'z og'zi bilan e'tirof qilishi. Bu eng filmninki ta'sirlik, jalb qilarlik mana shu qiyin nuqtasi. Şu bugün bu filmde men tomoshabinlar, ko'rmanlar ichida yig'lab ketganlar bo'ldi. Buning ko'nglim yerim bo'ldi. Mening kishilarning ko'ngli yerim tig'im yo'qdi. Lekin reallik haqiqatan kishilarning ko'nglini izdigan bir reallik. Bu reallikni o'zimizni qochira olmaymiz. Shu bir reallikni ko'rmanlarga sundik. Buning natijasi nima bo'ldi desam, masalan, State Department Amerika devlet ministerligidan kelgan kishilar bu filmni biz devlet ministerligida qo'ysak bo'lamdi dedi. Qo'ysanglar bo'ldi, taklif qilayli dedi. Taklif qilinglar, kelayli. Biz shu orqali o'tmayotgan qonunlarimizni o'tkazayli. Hal bo'lmayotgan Uyg'urlarningki masalan panohlik masalalari var Amerikada. Ondan chegaradan kirayotgan Uyg'urlar bor. Ondan vatanda uzoq mezgil qamalayotgan ahvollar bor. Mushlarga bir diqqatni qayta jalb qilayli. Dunyoninki siyosiy markazi bo'lgan Washingtonning diqqatini tortayli deb yaxshi maslahatlarni qildik. Yaxshi bo'ldi.
azı tushuntirsak, Mao mushu guvalliq bergan bu Xitoy saqchisi. Mushu. Hatto uyga berib ziyorat qilibsiz. Bu ziyorat qilish jarayonida nimalarni his qildingiz? His qilganim birsi o'g'rining yurak popuk deydi Uyg'urlarda. Ya'ni jinoyatga sherik bo'lgan odam hamon o'zidan ansiraydi, o'zining kelgusidan ansiraydi, bir qo'rqinch ichida yashaydi. Bu qo'rqinchni his qildim. Bu intayin bir qo'rqinch ichida yashaydi ekan. Ikkinchisi, buning bir o'zini oshkorlab asli bu zulmlarni bevosita fosh qilg'usimi bor ekan. Bu bor ekan. Lekin bu Uyg'urlardan qo'rqidi ekan. Ya'ni o'zida ashundaq bir zulmga shohid bo'lg'achqa, shu Uyg'urlar ko'z oldiga kelsa kerak, Uyg'urlarni meni birmi qilib o'tamikin deb qo'rqidi ekan. Bu qo'rqitib bo'shdi ekan. Bu qo'rqinch amaliyotda qolgan qo'rqinchdan bakrak kuchli ekan. Masalan, Germaniya davlati yoki Germaniya xalqidan emas, Uyg'urlarning o'chilish, nafratlanishidan bakrak ansiraydi ekan. Ondan buning eng nima qilgani bir pokitlik degidi, masalan, kunda necha damning tutqanligi, so'roq jarayonining qandoq bo'lganligi, ayni vaqtda Chunchwangoning mush Uyg'urlarni bostirishda yig'inlardan nima deganligi, mush jarayondagi pokitlik masalalarni tushuntirib, bizga nimani uqtidi desa, bu hargizmi bir qitimliq tasoddifiy ish emas, balki shu Beijingdan boshlab planlanib, Uyg'ur avtonom rayonda umumlashtirilib, har bir kent, har bir shaxslar qadar yurgizilgan bir sistemalik qirg'inchilik ekanligini bu o'z og'zi bilan bir shuning ijrochisi, Uyg'ur qirg'inchiligining ijrochisi bo'lishida iqror qildi. Bu hamdalik sotqa material qilib tushuntirishkim bo'ldigan. Bundan keyingi bizning har qaysi yerlardagi da'volarda qo'llanishga bo'ldigan nihoyat muhim paket. Balkim shuning uchun buni shu Amerika davlat ministrligi biz ministrlikdan kelganlar biz qo'yaylik degan bo'lishi mumkin. Shu paketning kuchli bo'lganligi sabab. Afsus, men sizlar bilan Avstraliyada bo'lamadim. Apamla berib, ko'rib, nihoyat ta'sirli bo'ldi. Shu Avstraliyada nima ishlarni qildingiz? Avstraliyada biz Sidneyda qo'ydik filmni, ondan Adelaide qo'ydik, ondan Melbourne qo'ydik. Buningdimi biz asosliqi siyosiy arboblar, ondan jamoat tashkilotlar arboblari va akademiklar shularni nishon qilib qo'ydik. Ularning qiziqishini qo'zg'adik. Masalan, nimada Sidneyda bir masjidda nutq so'zladim. Shu yerda shu bir universitetdagi musulmon o'quvchilar uyushmasining vakili ekan. U mush filmni bizning o'quvchilar qo'yib bersanglar bo'lamdi dedi. Bu nihoyat yaxshi natija bo'ldi. Undan boshqa bu shu Sidneydagi xalqaro kechirim tashkiloti. Bundan keyin kelsanglar bo'lamdi deb kelimiz dedik. Eng muhim bo'lgani masalan, bu film 10-oyning 17-kuni bu film mas'alik Shavqin Suran degan film. 10-oyning 17-kuni Avstraliya parlamentida qo'yilgan bo'ldi. Bu bizning Sidneydagi eng muhim utuqlarimizdan birisi bo'ldi. Ikkinchisi, biz Adelaide kelgan chog'imizda Adelaide'da filmga 2 parlament a'zosi chaqirildi. Bu filmdan keyingi muzokara bosqichida Ramila xonim, ya'ni shu faoliyatni tashkillovchi Ramila xonim shu siyosatchilardan mundaq bir savol sordi. Sizlar buni ta'sirlantirdinglar? Albatta, irqiy qirg'inchilikning bo'layotganligi haqida va to'sish kerakligi haqida so'zladinglar. Endi biz shu Avstraliya parlamentida bir Uyg'ur do'stlik korpusi bo'lgan-tok. Buningga bir rais bo'lgan odam chiqmadi. Degandan keyin shu naq maydonda bir siyosiy yo unda gap yo'q. Mana men chiqaman. Mana men shuning nimasi bo'lib boshlayman bu ishni dedi. Nihoyat ashadi hayajonli bir ish bo'ldi. Ya'ni shu banada shu Avstraliyadagi Uyg'ur do'stlik korpusiniki rahbar o'tirib chiqqan bo'ldi, shuni boshlaydigan bir odam o'tirib chiqqan bo'ldi. Melbourne'da bo'lgan natija nima bo'ldi desa, Melbourne'da biz Turan Association, Turan jamiyati bilan nihoyat yaxshi aloqa qildik. Turan jamiyati bundan keyin shundoq Uyg'urlarning davosida Uyg'urlar bilan bir saf turadiganligini, bizni qayta taklif qildiganligini, taklif qilmagan taqdirda bizning sharoit yer bermagan ahvolida shu filmni Avstraliyada bo'lib Melbourne'da qo'yib, siyosiylarni va xalqaro tashkilotlarni
kishilik huquq jamiyatlarini Uyg'ur qirg'inchiligiga yuzlantirishga, Uyg'ur qirg'inchiligini Avstraliyada e'tirof qildirishga to'p qo'shadiganligini, o'zining qo'ldan keladiganini qildiganligi haqida va'da berdi. Bu mu bizning Melbourne'dagi bir natijamiz bo'ldi. Mushu dunyoni cho'glab chiqdingiz. Yaqin Avstriya, Amerika, hatto Qozog'iston, O'zbekistonga qadar bordingiz. Yevropada zaten da'vo qilayotgandingiz. Mushu Uyg'ur diasporadagi uchuqli savol endi bu Uyg'ur diasporadagi ortiqchiligimiz nima, kamchiligimiz nima? Ortiqchiligimiz bizning mushu da'vo sepidagi kishilarningki fidokorligi. Masalan, Avstraliyada har qaysi tashkilot, Sidney Uyg'ur jamiyati bo'lsin, Adelaideki, Melbourne'dagi qarindoshlar bo'lsin, mushu da'voni hammasi ko'ngildan chiqarib qiladi. Hech qaysi hech yerdan bir tiyin haq olmaydi. Bu meni bak ta'sirlantirdi, ham bu nurg'un kishilarni ta'sirlantirdi. Chunki masalan Avstraliyadagi biz Tibet rahbarlari bilan ko'rishdik. Ular maaşlab ishlaydigan kishilar. Ularning allaqachon ashta sistemasi shakllangan. Lekin Avstraliyadagi hech qaysi Uyg'ur jamiyati hech yerdan maash olmaydi. Lekin ishlarni shu qadar yaxshi o'rlashtirdi. Masalan, do'stlik korpusini qurish, Avstraliyada filmni parlamentda qo'yish degandek ishlarni hammani o'rlashtira oladi. Men Yevropada va Amerikada do'stlar bilan ko'rishma, ularning ko'pinchisi 8 soat xizmatni qilib, oila bolalarini beqish majburiyatini ado qilib, uyining ijara qarzlarini to'lab bo'lgan sharoit ostida o'zininki vaqtini chiqarib mush davoni qilyapti. Uyg'ur davosida mush davoning cho'nligiga, lekin buning ichida qilayotgan kishilarning ko'pinchisi fidokorlik bilan bir tiyin haq olmay minnatsiz mush ishni qildi. Bu meni bak ta'sirlantirdi. Ikkinchisi, biz mayli naga borayli, agar shu siyosiyonlarning, ondan akademiklarning va kishilik huquq tashkilotlarining har qandaygini ishini cheksak, mush vaqt hech kim bizni rad qilmaydi. Ya'ni hamma odam qabul qiladi, bizning madad beradi. Uchinchisi, eng ta'sirli yerning birisi Amerika elchixonalari har qaysi davlatda Uyg'urlarni qo'llaydi. Meni bu bek ta'sirlantirgan ish. Masalan, Sidneyda borganchimizda Amerika elchixonasi tamoq taklif qilib, biz tamoq yedik. Yana nima ishlarni qilib bera olamiz dedi. Norvegiyadagi Amerika elchixonasimi biz nima ishlarni qilib bera olamiz Norvegiyadagi faoliyating uchun degan. Masalan, Pragga bordik. Pragdami Amerika elchixonasi har qaytim borganchimizda biz nima ishlarni qilib bera olamiz degan pozitsiyani bildirdi. Men bu dunyoni aylanish jarayonida buningdan bak ta'sirlandim. Ya'ni Amerika hukumati ham emas, Amerika davlatlari emas, ularning har qaysi davlatlardagi elchixonalarimi Uyg'urlarni qo'llash, Uyg'urlarni shu qiyin kunlardan sog' salomat o'tib olishiga yordam qilish uchun qo'ldan kelganini qilyotdi, ham kelgusida qiladi deb ishondim. Lekin bunlar albatta qo'llaydi-da. Chunki ular Alloh rizosi uchun qo'limizda bizni o'zi biz ishiga kelamiz. Yana birisi deysiz, shuna bir hukm borchu, albatta bu qarindoshimizdan Alloh razı olsun. O zaman bu maash ap turib da'vo qilayotganlar samimiy bo'lmay qoladi. Ya unda bo'lmaydi. Hargizmo'liqi olma ta'mlik degan gap nashbut ta'msiz deganlikni direkt bermaydi. Olmaning ta'mi olmacha, nashbutning ta'mi nashbutcha. Maash qilayotganlar qaysi nashbutmi olma? Yani onardırsın bo'ldi, hech farqi yo'q uningki. Ya'ni bu dunyo rangdorlik bilan go'zal. Lekin hamda rost gap deganda Uyg'ur davosida u maash ilib ishlayotganlarmi maash tuban. Va uni bilaman. To'g'ri. Chunki dunyoda masalan BDT'ning maashi tuban. Ya'ni kishilik huquq bilan shug'ullanadigan Uyg'ur emas, har qanday tashkilotning maashi tuban bo'ldi. Chunki uni hech kim maash uchun qilmaydi. Maash uchun qiladigan odam BDT'da yoki har qaysi kishilik huquq tashkilotlarida ishlab olmaydi. Yaxshi. Masalan, bu jarayonda to'rda ko'rib turmiz, yozmangizni ko'rib turmiz. Sizni masxara qildiganlar bor, yaxshi ko'rganlar bor, tillaydiganlar bor, suydiganlar bor. Bu masxara qildiganlarga siz qanday qaraysiz? Masxara qildiganlarga tabiiy normal ish u. Yoki sizlar emas, umumiy jihatdan shu ish qilayotganlar deymiz-da sizda. Ya'ni masxara qilish normal. Chunki dunyoning har qanday yerida masxara
özüden küçüklerge kılınıdı. Mesela Amerika'da hiç kim Aksaray'ın aldığındaki üysiz, makansız yitibak adını mesar kılmaydı. Aksaray'ın aşıdaki Trump'ni, Biden'ni, Blinken'i mesar kıldı. Biz halkının hizmetini kılımız. Şu vatandaki qarindoshlarni qutqizib deb o'tirib chiqqandan keyin biz bu ommaviy shaxs hisoblanamiz. Ommaviy shaxslarniki ommaning hujumiga uchrashi, tanqidga uchrashi, masxaraga uchrashi normal. Shunga Uyg'ur jamoati ichidan bizni masxara qiladigan, mazoq qiladigan odamlarning chiqishi normal. Ularning o'zining ichidagi ojizlarni, bo'zaklarni, ayibliklarni texmi ko'ptirib mazoq qilish axloqsizlik. Lekin bizni mazoq qilishi bir normal ish. Dunyodagi normal harakat, normal qiliqlarning birisi bu. Bundan hayron qilishning hech qanday hojati yo'q. Jamoatning oldiga chiqqan odam oldin shuni o'ylab chiqish kerak. Agar unchalik jasoratli jamoat tuzanigidek g'ayrati bo'lmasa, hech kim sizni majburlamaydi bu yerda. Chiqqan ekansiz, jamoatning hamma narsasini qabul qilish kerak. Bir millat Uyg'urdek bir uzoq tarix va bir buyuk millatning ichida tilamchisim bo'ladi, milliarderim bo'ladi. Eng fazilatliklarimi bo'ladi, eng fazilatsizlarim bo'ladi. Uyg'ur deb qabul qilgan ekansiz, uning hammasini bag'ringizga bossangiz, hammasining har turli madhiya, masxara, tanqid, hujumlarga bardosh berishingiz kerak. Chunki bu dunyoning qoidasi shu. Dunyoning hamma yerida siyosiyonlar, arboblar tanqid uchraydi, masxara qilindi. Uni qabul qila olsangiz, andan jamoat arbab bo'la olasiz. Bo'lmasa, shaxsiy arbab bo'ling, uyingizda o'tiring-da. Masalan, mening diqqat chekkan yerim, men bilan collaborate qildi, ba'zi videolarni ko'rsatdim, o'sha masjidda so'z qildingiz. Afsuski shunday bir narsa bor, biz Amerikada shuni his qildik. Albatta Uyg'urlar ham milliy kimligimiz bor, ham diniy kimligimiz bor. Mushu men ko'rgan, anglagan, his qilgan nimlarimiz da'vat jarayonida, masalan kongressning zallarida va yoki mush faoliyatlarda bek din narsini qatmasak, unday yerlarda bo'lmasak insonlarni akavamasak, hijobliq ayollar bormasa kongressning zalida bir huquqim bor. Bu uqmaymi, siz bunday narsa his qildingizmi, angladingizmi? Siz bundan qanday qaraysiz? Menimcha buni reallikni yo'shirishning hech hojati yo'q. Ya'ni xuddi shunday insonlar akasak, voy palonchi senator, palonchi siyosatchi bizning gapimizni rad qildi, ko'rashmaydi degandek xuddi bir asta bir. Oldin men tajribamni so'zlay. Masalan, biz 2018-yil 2-oyda bir lager shoiri do'stimizni sahnaga chiqardik. Turkiyada yashaydi. Soqolliq qarindishimiz. O'sha vaqtchi Erkinos, ya'ni nima? New York Times, New York Posta, Washington Posta hammasi ziyorat qildi. Hech qaysining saqliq emas, uning so'zlagan hikoyasiga, uning boshdan kechirgan fojiasiga, uning zulmni fosh qilish jasoratiga qoyil bo'ldi. Saqli bilan qolgan bir odam yo'q. Undan boshqa bu Turkiyada 300 Uyg'urni tekshirdik. Uning ichida saqolliqmi bordi, saqolsizmi bordi, namozliqmi bordi, namozsizmi bordi, dindorim bordi, dini qarshisim bordi. Hammasi bizga guvohlik berdi. Chiroyli shu filmni ishladik. Bu film mukofot qilishdi, dunyoning hamma yerida olqishlanadi. Shu filmni ko'rgan odam ko'rdik, uning ichida har turli odam bor. O'xshash odam yo'q. Bu ya'ni Uyg'urdek bu qadar bir rangdor millatning rangdorligini biz buni cho'qim birlashtiramiz desak, unda kompartiyadan nima farqimiz qoldi? Kompartiya ashta qilmoqchi. Hamma Uyg'urni qilibdan chiqqanda Xitoy tushundirib, Xitoy so'zlatmoqchi. Agar biz hamma Uyg'urni o'xshash ko'ztiman dunyoga desak, biz shu Xitoyning mantiqasida Xitoy qarashtirayotgan bo'lamiz. Bundan ortiq mag'lubiyat bo'lmaydi. O'tganki oy Xitoy sotiga qatnashdingiz. Endi albatta bizning Uyg'ur soti bo'lgandan aytib cho'ng. Menimcha bu medialarda hatto o'zimizning xabarlarimiz yetarli bir ma'lumot olamidik deb o'ylayman. Siz shuni qisqacha tushuntirib berasiz? Yetarli ma'lumot ilmasning sababi birisi bu axborotga ochiq qilmadi. Ya'ni sabab bu sotni ochquchilar burun Putin haqida sot ochgan. Bu Putin haqida ochilgan sotni xalqaro jinoiy ish sot mahkamasi qabul qilgan. Qabul qilib Putinning ustidan tutish buyruq chiqargan. Unda bo'lgandan keyin bu sot xalqaroda bir ta'sir qo'zg'aydigan bir kuchli bir sot endi.
Şu sebepten Xitay bununla qattiq besim işletmesinden bu sot 3 yıl burun açılmakçı idi. 3 qitim keşfettirilip 4-nji qitim gelgende anda içildi bu. Hatta mesela ertesi aslında Den Haag'daki bir sot zalda açılmakçı idi. Şu ertesi sotulu degan kiyinsi bu sot zal emelden kaldı. Emelden kalıp bir mehmonxonadanki kichik bir bölümesi ötkazildi. Ondan sot içilishdan burun bir kun ichida nimesini palash qilib etdi. Torbetni palash qilib. Lekin mushuning hammani sot hech qaysi mediaga oshkorlamadi. Ya'ni bu sot mediadan uzaq, mediadan yoshirun bir shaklda elib berildiki, chunki bu sotninki Putin ko'rsatgan ta'siri Xi Jinpingga ko'rsatishi mumkin. Ya'ni bunda bo'lsa davlatlararo munosabatga, Xitoyninki mablag'ga, Xitoy bilan bo'lgan savdoga ta'sir ko'rsatish ehtimolligi o'ylashilgan bo'lsa kerak. Bu shu davlatdimi bak nima qilinmadi. Masalan, biz sud maydoniga oqshimi bir vaqt borgan chog'da xabar keldi. Ertasi o'rin mushu deb. Hatto bizning beltimizni hafta burun olgan. Shu qadar qisqa mezgilda. Shunga bo'lib sudninki axborotlarda yetarlik o'rnamaslığı bu sudning xarakteri, sudni o'tkazuvchilarningki chorasi, tanlagan usuli sababli qashda bo'ldi. Lekin bu sudning kuchli tarafi nima desa, bu sud Putin sudlagan. Kendi bu sudning natijasini Xalqaro jinoiy sud mahkamasi e'tirof qildi. Endi bu qitim Xi Jinping sudlandi. Xi Jinping'in sotlangan bu sotning natijasini mi Xalqaro jinoiy sud mahkamasi e'tirof qilishi mumkin. Bunda Xi Jinpingga asli masalan 13 turlik jinoyat yuklangan. Lekin buning ichida qolgan 11 turlik sud jarayonida isbotlandi, lekin bir turi isbotlanmay, masalan Xi Jinpingni tajovuzchi deb ayblangan. Lekin tajovuzchi degan bu ayblash og'dirilib ketib 11 turlik jinoyat ortildi. Endi buning farqi bir tarafi masalan Uyg'ur sudida nima yo'q? Defense lawyer deymiz, oqlovchi advokat yo'q. Ayblovchi mu yo'q. Faqat shu nima sudchi va advokat bor. Lekin bu Xitoy sudida taftish bor, oqlovchi advokat bor, sudchi bor. Bu bir sudda bo'lishdagi omillarning hammasi to'liq. Masalan, aşağıda Xitoyni oqlagan advokatlar shu qadar yaxshi aqldiki, men o'ylab bir xil o'ylab qoldim. Buni boshqalar ko'z ko'rmoldi bo'ladimi? Shu qadar yaxshi tayyorlik qildi. Lekin hamda bu tayyorlikni taftishninki ayblashi to'liq mukammal bir shaklda o'tib chiqdi. Oxiri ana sudchilar qoyilib, demak bu Xi Jinpingga 11 turlik jinoyat yuguzak bo'ldi ekan deb tutish buyruq e'lon qildi. Bu tutish buyruqni mencha Xalqaro jinoiy sud mahkamasi xuddi Putin ustidan chiqarilgan tutish buyruqni e'tirof qilgandek, buni e'tirof qilishi mumkin. Faqat bu vaqt masalasi deb qarayman. Boy degandek bu kuchga ega emas. Ba'zi qarindoshlarimiz hatto umumiy sizmi diqqat qilib bir tushkunlik bor, haraketsizlik bor dunyodami. Taqa yaqindan yaqin 2 kun oldin Mahdi Hasanning intervyuni ko'rib sal xushva qoldim. Chunki Mahdi Hasan bunda ish bo'tib sizmi diqqat qilsangiz, shu musulmonlar to'plab mayli g'arbda bo'lsin, musulmon dunyosining o'zi bo'lsin, musulmonlar xuddi bir Xitoyni bir qahramondek ko'rgandek, Amerika alternativ ko'rgandek bo'ldi. Mahdi Hasan chiqib shunday intervyuni berishi, o Filistin davosini bir nevi ko'tarayotgan adam naytda bir yaxshi bir rol o'ynadi. Men Xitoy sotimi shu. Bu Madorama masalan shu baymu deb da'vat qildik shu Paris Olimpiyadida hech qanday bir advocacy bir tashviqot bo'lmadi. Azroq buning sababini nima deb ko'rsak bular? Birisi ilqi insonning bu ilqi o'rtaq insondagi psixika. Inson shunday bir tushunsiz ofat yuz bergan chog'da dastlabda esankiraydi. Nima qilishni qolmaydi. Ikkinchi qatim qanday qildi desak, kuchining berishcha tirkishidi. Yani Uyg'urlar dastlabda deyli, buni 2017 umum tutqun avjiga chiqqan bo'lsa, dastlabda Uyg'urlar esankirab qoldi. Nima qilishni bilmadi. 2018dan boshlab, menimcha 2021gacha kuchining boricha tirishchilik ko'rsatdi. Pul deganlar pul berdi, guvohlik berdi, tirishdi. Lekin bu
arzulagandek natija bermedi. Natija bermedi desek bo'lmaydi. Arzulagan natija, ya'ni Uyg'urlarning butunlay qamoqlardan qo'yib berilishi, Uyg'urlarning hurligi, Xitoyning talafoti degandek buyuk natijalarni bermedi. Shuning bilan Uyg'urlar tarafdan ular umidsizlandi. Endi xalqaro jamiyatni olsak, bir yerga o't ketdi. Dastlabki kishilarning hammasi o'lishib ko'rdi, voy nima bo'lib ketgandi deb. Keyin uning ichida o'tlar bir aqor kuyib, hamma yerga tarqagan chog'da, o't hamma yerda ekan-ku degan tuyg'u keldi. Bunimi bir xil insonning psixikasi qabul qildi. Shuning bu yerda birsi Uyg'urlarning umidsizligi, Uyg'urlarningki xalqaro qoida tartiblarning rol o'ynamaganligi, BDTning rol o'ynamaganligi, Amerikaning irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan bilan yetarlik tadbirni qo'llanmaganligiga bo'lgan umidsizlik bu birsi. Ikkinchisi dunyo jamoatining bo'layotgan qirg'inchilikni ko'raverib ko'nib qolganligi. Ondan uchinchisi Xitoyning tartib tashviqoti va o'zini oqlash harakatiningki ma'lum darajada rol o'ynaganligi. To'rtinchisi Ukraina urushi, Hamas Isroil urushiga o'xshash xalqarodagi ko'gini bo'ldigan, bevosita his qilg'ini bo'ldigan, muxbirlik baralaydigan hodisalarningki o'tirg'i chiqib, Uyg'urlarningki ko'gini bo'lmaydigan, jiroqdiki bevosita muxbir baranmaydigan bu hodisadan yuqori ko'tarilib ketishi Uyg'ur qirg'inchiligiga soy tashlab qo'ydi, bir soyaga tushib qoldi. Lekin endi buni masalan odisi biz o'zimizdan ko'radigan tarafimizmi bu. Masalan, olimpik. Biz qishliq olimpikqa shu qadar ching harakat qildik. Qishliq olimpikdan burun sen film ishlading, boshqalar harakat qildi, jiq harakatlar bo'ldi, natijasi bo'ldi. Lekin bu qaytim olimpikda hatto bir namoyishmi bo'lmadi-da. Shu bu intayin fojialik ish hamdi. Buni biz masalan men shaxsan buning sababi nima sizcha? İnsanlar ko'nib qoldi. Zulmga ko'nib qoldi. Bu eng xatarlik narsa. Chunki eng o'tkir puroqqa inson 15 minutdan keyin ko'nib qoldi. Bu insonning psixikasi. Eng qattiq zulmga inson bir mazgildan ko'nib qoldi ekan. Shuning bizning qilayotgan ishimiz bu nima desa, dal ash ko'nib qolgan nervlarni g'idiqlash. Ko'nib qolgan, qashonglashgan tuyg'ularni harakatlantirish. Mügdep qolganlarni cho'chitib uyg'otish. Ham buni qiyg'ili bo'lamdi, qiyg'ili bo'ldi. Bu ayni vaqtda nimadan bo'lgan? Masalan, bu shu Yahudilar lagerlarga qamalgan chog'da haqiqatan kuchli bir nim bo'lgan, bir inkas bo'lgan. Lekin ular tadrijiy holda Germaniyaningki bu tajovuzni hamma yerga yeyishi bilan axborotdan o'chib qolgan. Shu bu ish bo'ldi, dunyoda bu ish bo'ldi. Lekin biz uningga qarshi tadbir qilishimiz, harakat qilishimiz kerak. Masalan, mush qatimlik olimpikda biz hech qilmaganligimizni tashkilotlar e'tirof qilishimiz, o'zimizni so'roqlashimiz va bundan keyingi mushundaq ahvolda xatoligimizni takrorlamaydiganligimizga va'da berishimiz kerak xalqimizning oldida. Biz xato qildik, olimpikda hech qanday, masalan, Rossiyani olimpikdan chekildi. Nima uchun Xitoyni hech nima qilamadik biz? Hech bo'lmaganda cheklashdan iborat sadoni chiqarmadik. Buni hammamiz o'zimizni hisob qilishimiz va mushundaq ishlarningki qayta yuz bermasligiga xalqimizga, o'zimizga va'da berishimiz kerak. Bu yerda bir qarindoshimiz nurg'un savollarni yozibdi. Birlab savolni olay. Bilsiz, Dünya Uyg'ur qurultiyining saylimi kelyapti. Lekin men bu diqqat qilmoqchiman, bu Dünya Uyg'ur qurultiyining ba'zi shartlari baka raislik bo'lish uchun. Mushu shartlarni to'g'rilasak, masalan, mening diqqat tortgan yerim, mushu Dünya Uyg'ur qurultiyida 7 yil xizmat ko'rsatmasa, rais bo'lmaydiganligiga, yo bo'lmasa shu nomzodlik ko'rsatmaydiganiga doir bir va bunga o'xshash mustaq mening kallamni o'tmaydigan bir necha demokrasiyaga qarshi bir necha bir nimalar qonundamdoq hisobi saylam shartlari. Bu saylam shartlarini men uyg'un emasken deb bizning vakillar to'pidimi dedim. Bu saylam shartlari uyg'un emasken deb. Chunki bunda bir narsa. Dunyo Uyg'ur vakillik uchun yerlik tashkilotlarda 3 yil vazifa degan bo'lishi degan narsa bor. Agar biz shuni qo'shsak, bu 10 yil o'tib ketadi.
Endi biz yerlik teşkilatlarda 3 yıl vazife ötegen, Dünya Uyghur Kurultayı'da 7 yıl vazife ötegen, bu salayetke gelsek, 10 yıl burun qadam tanlagan bolamiz. Biz yaşlaştırmız devatimiz. Eğer muşta şartını koyup qanday yaşlaştırılı oldu. Yaşlar qanday kiralaydı. Mesela vatandan Uyg'urlarning eng jiq chiqqan vaqti 2014'ten keyin. Eğer biz 2014'ten keyin chiqqan odamlarga biz 2009'dan burun vatanga bormagan bo'lishi kerak degan shart bor noshidda. Bu shartni qo'ysak 2014'ten keyin chet eldagi chiqqan bo'libmi 2016'da eng ko'p chiqqan 100 degan aktivlarni qo'tilma biz aramizga olmaymiz deganlik bo'ldi. Bu xato bo'ldi. Bu to'g'ri emas. Buni isloh qilish kerak. Endi Dunyo Uyg'ur Qurultayidek Uyg'urlarningki chet eldagi nopozliq bir tashkiloti bundaq aqlga, amaliyotga, demokratiyaga uyg'un bo'lmagan shartni qo'ymaslik kerakdi. Menimcha buni o'zgartish jasorati bor. Faqat o'zgartishga vaqt chiqarmagan bo'lishi mumkin deb qarayman. Menimcha bu vaqtni chiqadi, kelgusi buni o'zgarishi mumkin. Dolqin Aysani qayta sayishni xohlaysiz? Bunda Dolqin Aysani men shaxsan qayta saylansa bo'ladi deb qarayman. Lekin buningga bizning nizomnomamiz yo'l qo'ymaydi. Nizomnomamizda ikki qaroqdan ortiq hech kim rais bo'lamaydi. Bu birisi. Ikkinchisi, Dolqin Aysa efendimning 7-qurultayda xalqimizga bergan va'dasi yo'l qo'ymaydi. Dolqin Aysa efendim men ikki qaroqli bo'laman. 3-qaroq bo'lmayman. Men Uyg'urlarga demokratiya aytmayman degan u xalqqa bergan va'dasiga uyg'un bo'lmaydi. Uchinchisi, Dolqin Aysa efendim o'xshamagan so'rinlarda, o'xshamagan yig'inlarda Uyg'ur jamoatiga shu mesajni izchil berib keladi shu uchurni. Ya'ni biz demokratiyaga mangamiz Uyg'urlarning demokratik bir tashkilot quralaydigan, demokratik bir davlat quralaydigan madaniyatlik bir xalq ekanligini isbotlaymiz deb kelyotdi. Mushu Dolqin Aysaning shaxsiy g'oyasi Uyg'urlarni demokratiyaga boshlash, demokratiyada ulgu bo'lish, o'zi ulgu bo'lib demokratiyani yeyishdan iborat g'oyasiga uyg'un bo'lmaydi. To'rtinchisi, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati qo'llayotgan bir tashkilot. Endi demokratiyani ilgari suradigan tashkilotdan yordam olayotgan fond elayotgan bir tashkilotning demokratik yo'lni tanlayolmasligi, demokratiyada ching turolmasligi bu bizning nishonimiz, g'oyamiz, maqsadimizga uyg'un bo'lmaydi. Shunga menimcha Dolqin Aysa efendimmi nomzod bo'lmaydi deb qarayman. Hozir dunyoning siyosiy vaziyati Uyg'urlarga foydali bo'latamdi yoki bo'lmasa ziyonli bo'latamdi? Foydali bo'layotdi deb qarayman. Chunki biz beshimizni o'tkazgan bu qirg'inchilik orqali dunyoga Xitoy kompartiyasining va Xitoy hukumatining insoniyatga keltiradigan baloyi ofatlardan bishorat berdik va isbotladik. Burun Xitoy kompartiyasining qiyg'inlari, qilayotganlari bu qadar oshkora, bu qadar yo'shirin, bu qadar vahshiy bo'lmag'achqa dunyo yetarli darajada tunib yetmagan. Shu Uyg'ur qirg'inchiligi yuz berdi. Buni Uyg'urlar o'zining qini, jini, guvohligi badaliga dunyoga mushundaq bir vahshiy hokimiyatning borligini, vahshiy partiyaning borligini, vahshiy ideologiyaning borligini ko'rsatdi. Buni Xitoy har qancha oqlasimi, har qancha tirishchilik ko'rsatsimi, bu jinoyatni yo'shirolmaydi. Hozir dunyoda masalan Xitoyningki vahshiyligini bilmagan menimcha xalq va hukumat qolmadi. Faqat ba'zilar tadbir elayotdi, ba'zilar tadbir olmayotdi. Tadbir olmayotganlarmi tadbir elishni xohlamaganlikdan emas, g'arbga bo'lgan qarshilik, g'arbga bo'lgan tarixiy o'chmanlik va Xitoyni g'arbga qarshi bir sabdosh deb vaqtliq tunib qolganlik uchun bo'layotdi. Lekin bu dunyoda shaxmat taxtasiga o'xshash o'zgarib turdi. Xalqning mayliga, xalqning ovoziga har qanday diktator hukumatmi javob bermay iloji yo'q. Bizning tirishchiligimiz insonning vijdoni qilingan xitob. Bizning tirishchiligimiz insonning g'ururi qilingan xitob. Bu tirishchilikning oxir natija beradiganligiga ishonaman. Chunki Ikkinchi dunyo urushi shu qadar vahshiy bo'lgan 6 million yahudi hatto o'choqlarga itilib
kuydirib o'tilganda shu qadar vahshiylik bo'lgan 6 million odam shu urush oxirlashdi. Shu dunyoda tangdoshsiz ko'ringan İtaliya, Yaponiya, Hitler ittifoqi, ya'ni Germaniya ittifoqi, shu ittifoq oxiri vayron bo'ldi. Ya'ni bugungi ittifoqmi Xitoy, Iran, Rossiya, Shimoliy Koreya ittifoqi. Bu ittifoqmi aman oxirlashidi. Oldimizda Rossiya oxirlashi oldida. Bu oxirlashish bir zanjirsimon ta'sir paydo qilib, oxiri zulmni yer bilan yakson qiladi. Bu ilqi hargizmi nima emas. Ya'ni ilqi bir biz faraz yoki nima emas. Bu shundoq bo'ladi. Chunki ikkinchi dunyo urushi shundoq oxirlashgan. Bu amaliyotda mening nazarimda hozir bo'layotgan 3-dunyo urushi. 3-dunyo urushi. Bu urushda 2-dunyo urushiga o'xshashlam bir razillik markazi bor. Razillik markazi 2-dunyo urushida oxirlashdi, BDT qurildi. BDT'da ikki razil kuch hozirgacha bor, shu BDT oqmayotdi. Endi BDT'ning BDT bo'lishi, dunyo tinchligining amalga oshishi, dunyoning Xitoy mustamlikasiga o'xshash, mustamlikadan xoli, Xitoy diktatorligiga o'xshash insonning erkinligini bo'g'digan bo'yinturuqlardan xoli bir dunyo bo'lishi. Ya'ni bu Uyg'urlarning masalasi emas, dunyoning masalasi. Xitoy BDT orqali dunyoni diktatorlikqa, zulmga, qorong'ulik so'rab ketadi. Bu Uyg'urlarning masalasi emas, dunyoning masalasiga aylanib bo'lganligi uchun Uyg'urlar bu masalani dunyoning masalasiga aylantirib o'tganligi uchun bu masalani dunyolik qilamiz, dunyo amal qiladi. Kelgusida xuddi BDT qurilgandek 2-dunyo urushidan keyin 1948-yili BDT yana qayta tashkillandi. Xuddi 2-dunyo urushida Hitler va uning tarafdorlari sotga tortilgandek, Xi Jinping va uning tarafdorlari sotga tortildi. Biroq sotga tortilib bo'ldi. Bu sot haqiqiy sot aman bo'ladi. Bu faqat vaqt masalasi. Bilsiz Xitoy chegarasini ichib o'tdi. 15 kunlik viza berdi. Biz bu Uyg'urlar to'g'risida jiq to'xtaldik. Ular o to'g'risida to'xtalım yo'q. Albatta bu viza har qanday chet ellik amerikalik avstralik baralaydi 15 kun vizasiz. Hatta men bay degani Mehdi Hasanning shoudim Victor Gao 15 kun berib kelalaysizlar, o'zinglar ko'rib kelinglar. Biz hamda tashviqot jihatdan ham da'vogarlar bo'lsin, biz nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak. Birsi ilqi bak jiddiylashib ketishning hojati yo'q. Chunki kishilar shunday bir tuyg'u bo'ldi, shular bo'lsa bizni yolg'onchiga chiqirdi deb oldinib ketdi deb. Unda olmaydi, chunki bu sotning natijasi bor yerda. Ya'ni Uyg'ur sotining natijasi bor. Xitoy tribunal, Xitoy sotining natijasi bor. Undan boshqa BDT'ning e'lon qilgan doklati bor. Hech kim BDT e'lon qilgan doklatni ikki sotning natijasini inkor qilmaydi. Bu birisi. Ikkinchisi, Xitoy u ishni ichib o'tgan chog'da yolg'iz Uyg'urlarni ko'zlab ichayotgan emas. Faqat Xitoy iqtisod ojizlab, sayohat kirimi tuvallab, tashqi perevod zapisi ozayib ketgach qilgan narsa bu. Endi Xitoy u sayohatchilik bilan kelgan tashqi perevod zapisini tashqi perevod zapisi bilan o'z iqtisodini kuchlantirgudek holda emas. Ham u sayohatchilarmi Xitoy umid qilgandek chiqib ketgan ishmi yo'q. Shunga bu Xitoyning uni qanchalik davom qildi? Bu notayin ham bizga kelayotgan ma'lumot va hozirgi ma'lumotlarda u tutqunmi to'xtab qolgan ish yo'q. Ki hozirga tutyotdi. Bundan keyin u davom qildi. Bu bilqi Xitoyning bu jinoyati faqat oshkorlikdan yoshirinlikqa, oshkor vahshiylikdan yoshirin vahshiylikka qarab o'zgardi. Lekin u Xitoyningki haqiqiy mohiyati va bu jinoyati u o'zgarmaydi. Shunga bir qism kishilarning berishi, bir qism kishilarning u yerda Xitoy taraf bo'lib ketishi, Xitoy bo'lib ketishi aslida Xitoy ular. Biz faqat ko'rmaylik g'ayrimiz bor. Bunda Xitoylar burmi botdi, Uyg'urcha so'zlab, oramizda yashab, biz bilan birga dostonda o'tgan odamlar. Bunda kimi bo'ladi? Vatandami botdi? Vatan sirtidan botdi. Bunda Xitoylar ingliz so'zlashi mumkin. Amerikaliklardan. Angliyalardan bo'lishi mumkin. Insonning har qanday bunday bir o'zining nafsiga, o'zininki royatiga berilib bu ishni qildigan odam omon chiqadi. Bu dunyoda chivin
dek merez mi ba? Bulbul dek yani kağı mı ba, bulbul mu ba? Bu buludu. Bu Uygurlarning ishi emas. Hozir u tashviqotni qilayotgan Uygurlar emas. Texnik Uygurlardan bu shu vaqtgacha ingliz so'zlaydigan xalqlardek tashviqot chiqmadi. U qadar vatandan sirtib berib undaq bir odam chiqmadi. Ana bunchalik ishlar bo'ldi, lekin bu hech qachon Xitoyning jinoyatini yo'shirolmaydi. Xitoyning jinoyatini yapolmaydi. Hamda lekin bizni nima qildirdi desa, biz insonlarni shu banada ko'rib olamiz. Bu odam qanchalik odam nim bo'pti? Yani ketdi. Shunday keyin shuni chiqarib olsak bo'ldi. Qalbimizdan, oramizdan, do'stligimizdan chiqarib olsak bo'ldi. Yani bu biz bir urushdiki millat. Uyg'urlarga o'tib ketdikmi hozir? Ya bu bir urushdiki millat bu yerda-chi, biz urushdiki millat. Bu yerda hech qachon oradagi gap bo'lmaydi. Dushman sibiga o'tib ketsang, albatta biz dushmanimiz bo'lasiz hammaninki. Shunga bu yerda nimani biz parvo qilmaymiz sizlarga. Karimiz bo'lmaydi. Hatto biz bir qismlarning borganlaringlarni ashadagi ruh tuqqanlarini toz tillabdi. Nima kelding deb ismini demaymiz. Toz tillabdi. Shu tillaydi. Bizmi tillaymiz. Tarix yezilisizlar, chunki videoda chiqib qoldinglar. Bu mangu peshonangdan ketmaydi. Qog'inni yani her kişininki dünyada ko'rdigan bugungi hayoti bor. Agar ishonsa, u dunyoda beradigan savol so'roqi bor. Uning o'zining vijdoniga yuz keladigan ishni qilayotgan bo'lsa, shu vijdoni bilan yashab ketgan, agar shuni vijdon deb atag'ini bo'lsani bor. Siz yillardan beri, yani demasakmi, ana tilimiz uchun kurash qilyapsiz, saqlanib qolsin deb. Kitaplarınız var, derslik, mekteplerini açtınız. Bazılar deydi, bu tilimiz 50 yıldan keyin yo'qolib ketdi deb bir ko'z qarash bor. Siz buni qanday qaraysiz? Men tekshirmagan, faktga tayanmagan har qanday gapni anglab qo'yma, bu bir xil bir odamning ko'z qarashi ekan deb. Lekin bizning qildigan ishimiz faktga, dalillarga, asoslarga tayanib turib, manda bo'ladi yoki bo'lmaydi deyish. Masalan, Avstraliyada 80-yillarda tunji turkum Uyg'urlar Avstraliyaga chiqqan. Ularninki hozir ikkinchi avlodi davoda aktiv rol o'ynayotdi. Uyg'ur tilini ravon so'zlab, Uyg'ur tilida Uyg'urlar xitob qilib, ingliz tilida inglizlar xitob qilib, nihoyat yaxshi qiladi. Shu 50 yil bo'ldi. Agar 50 yil yo'qolib ketadigan bo'lsa, Adelaide Uyg'urlar yo'qolib ketsa bo'ladi. Arslayda Uyg'ur so'zlab meni ziyorat qilmagan bo'ladi. Ko'z oldimizda paket bo'lsa, bu paketni ko'may, qo'pib, shuni yo'qolib ketadi deganlar o'zi yo'qolib bo'lganlar. İnsanning vijdoni, ishonchi, iymoni yo'qolib ketsa, hamma narsa yo'qolib ketadi amaliyotda. Biz bu dunyoni ko'rib yashayapmiz emas, qalbimizda ishongan bo'lish ko'rib yashayapmiz. Qalbimizda bu dunyo go'zal deb ishonib yashagan bo'lsak, qalbimizga dunyo go'zal ko'rindi, kishilar go'zal ko'rindi, atrofimiz jalbkor ko'rindi. Agar qalbimizda xunuqlik, nopoklik, razillik bo'lsa, dunyo razil ko'rindi, sat ko'rindi, ko'rimsiz ko'rindi. Siz allaqachon o'zingizni men yo'qidim, men tugashdim, men vayron bo'ldim deb o'ylasangiz, boshqalarni tugashayotgandek, millatni tugashayotgandek o'ylaysiz. Lekin reallik siz qanday qarab olsangiz, qanday o'ylab olsangiz, baribir reallik o'zini o'zi isbotlab turdi. Xuddi Adelaide Uyg'urlar Uyg'urlikni yo'qotmagandek, Qozog'istonlik Uyg'urlar 1880-yildan boshlab toki hozirgacha 100 necha yilda yana o'zining maktabini, madrasasini, o'zining iymonini, e'tiqodini, mahallasini yo'qotmay, yana Uyg'ur bo'lib, Qozog'istondagi 3-cho'ng millat bo'lib yashayotdi. Hech qachon Uyg'urlar undaq oson assimilyatsiya bo'lib ketadigan, undaq oson yo'qolib ketadigan millat emas. Uyg'urlarningki bugungi amaliyoti bizga 50 yil emas, 500 yil yo'qolmaydiganligini isbotladi. Ya'ni biz yo'qolmaymiz, lekin bizni yo'qitimiz deganlar yo'qaydi aman. Dunyoda Aleksandr Makedonskiy dunyoni egallayman degan. Makedoniya kichik bir davlat. Dunyoda ismi chiqmaydigan. Chingizxon dunyoni egallayman deb shu butun uch qit'aga yeyilgan, lekin Mo'g'uliya hozir ismi chiqmaydigan kichik bir davlat. Xitoy butun dunyoni egallayman deydi.
Ahırda Xitay qanchalik qiladi? Moğoliyada qilamdi, Makedoniyada qilamdi, yoki butunlay yo'qolib ketamdi? Texu emas, yo'qolib ketadigan biz emas. Xitoy ansirasi bo'ldi yo'qolib ketishidan. Biz qanday yo'qolib ketamiz? Dunyoda hech qachon zulm qarshi turuvchilar yo'qolib ketmagan, zolimlar yo'qolib ketgan. Siz yani sizni mesela Abdüveli Ayup ise davagar, işte aktivist, advocate, direktör, tercüman, nurgun kalpaklarınız var adamda. İngilizce nurgun many hats deyimiz. İkran, kitap, bu işler bombalan çağda o kadar bir Abdüveli. Yani hobiyiniz deyimiz, free time, boş zaman deyimiz. Bunda çok kadar rahatlaysız. Çünkü mümkün emas 24 saat işlenmeymi yani haqqançı bu. Belki ya mümkün emas. Nereden daş oldu? Maybe. Siz ya rahatlaş için ya bulmasa muşunun selbi geçiş için. Ya bu mesela bizning u yerda bir meşrep var berganda. Ular meşrep chaqirsam bormayman, hech qachon meşrepdan qilib qilmadim. Ondan to'y to'kin nazar chiraq bo'lsa men borman. Ondan bizning yoshlar bor. Ularmi taklif qildi, men taklif qilmay borman. Men bir jamoat bilan aralashib o'tishni yaxshi ko'radigan odamxumor bir odam. Bu mening kayfiyatimni tangshaydi, dilyoramga malham bo'ldi. Bir-birimizga madad beramiz. Bu bir. Ikkinchisi mening nihoyatda yaxshi bir oilam bor. Meni qo'llaydigan, menga madad beradigan, meni har vaqt yolg'iz qo'ymaydigan ikki qizim, ayolim bor. Ular har vaqt meni kuldirdi, xaf qildi, ochig'iltidi. Men ularni ochig'iltmayman. Shunday qilib hayotni kulib, yig'lab, ochig'lab, xaf bo'lib, chechilib, yana bir yerga tirilib, jam bo'lib yashaymiz endi. Shuning o'zi hayotimni ma'nodor qiladi. Ya'ni do'stlarning sevgisi, yordami, ba'zida gumonlari, ba'zida xafaliklari, oilamdagi ishga o'mak qizimninki ba'zi xush qilishlari, ba'zi xaf qilishlari, ba'zi ansirtishlari. Shu bolalarim ansirtib, shu qizlarim chechildimagan bo'lsa, men texmi chechilib, terip o'g'il bo'lmaydigan tushaq donchilarga olib ketishi mumkin. Shular meni tirab, yo'lab, qo'llab bu yerga elib keldi. Bunda bir hikoya bor, men deb beray. Mening dadam meningki 13 qaytam Urumchiga arz qilib chiqqan. Dadam rahmatlik o'qituvchi edi. Pensiyaga chiqqan. Shunda demak arz qilib chiqqan yani. Menda bo'lgan. Ochamninki yo'ldishini shu Ko'lishanaylik partkomning shujisi so'qib o'ltirib etdi. O şoför bor. Şoförning ismi Fuchingang. Yang degan Xitoy shu chaqda nimning bizning rayonning shujisi kim bu? Abnum rayon bo'g'in. Shu deb o'sib ketgan Xitoy. Shundan bu ish sababidan ikki bola yetim qoldi. O shuji bo'lganlik uchun bu sud ularni hech qanday taraf qilmadi. O'lgan bo'ldi. Bu 97-yili 97-yili nimada bo'lgan ish? 4-oylarda bo'lgan ish. Yo'q, 98-yil ekan. 98-yili 4-oylarda bo'lgan ish. Shuning bilan buni nimalarni qildi? Bu Naylik partkomning shujisi, buning orqatirki vanglarchan biz buni har qanday nim qilmaymiz. Biz manda o'ylaymiz, ziyoli bu Xitoy hukumati Uyg'urlarni besib olgan, bu tajovuzchi hamon Uyg'urlarni bo'saq qildi. Shuning buni ustini arz qilish hojatsiz. Biz cho'ng masalani qilmay turib, kichik masalani qilmaymiz. Deb manda ma'ashda qaraydi. Men dadamga deganda da bu arzni qilma, oqmaydi. Dadam gapni qilmay, lekin davomli Urumchi chiqdi. Shu Shinyangdashining Shinyang universitetining oldida bir Uyg'urning do'koni bor. O'sha davomli bir do'p kiyib olgan bir g'arb odam o'tirdi inkini yo'lab. Men o'sha chaqda aspirant o'qiyotgan vaqtim intayin aldirash maqolangiz bo'lmay,
Şunda ben japada tursam dadam çıkıp no tercümanlık qilib be. Bugün teftişki varmız deyatqan. Ət sotq var men deyatqan. O çağda Uyghur tili o hökümet organlarında emelden qap bolğan çaq. Xitayça gap qilish ket, adam Xitayça bilmeydi. Şunda köngül mer boldu. Birse dadamdan şularning oldida tilinib qolganiga achchig'im keldi. Ya dadam muşlarning oldida tilinmasak bo'lmamdi. Bu birisi. İkincisi dadamning gapini tarjima qilib berman deb men tilinib ketib qolaman. Mush haqqı yalvarmasak bo'lmamdi. Mush haqqning oldiga bormasak bo'lmamdi. Mush haqqı azim bor demasak bo'lmamdi deb nayt ko'nglim berim. Dadamga davomliq endi Xudoyim dadamga do'qib tashlayman. Nimanda qildigansa dada. Ya bu o'g'inish qaytimi chiqamsa bu yerga deb men o'quvni qo'ymamsa sen. Bir kun dadam turib endi bakrak deb tashlabdimanda balki qo'limda ochqich bordi, ochqichni yerga itib tashlabdiman. Shundaymi qilamsan deb. Desam ochqichni qo'lga turib ketib balam menmi bilma. Buning oqmaydiganligini menmi bilma. Men 40 yil mush adamlarga ishlagan balam. Men buni bilma. Lekin har qitim men shu Urumchiga bir az qilib boqay, sabab qilib boqay desam, ochang kiyimlarini ratlab, dazmol silib, chamdan qochilab, chiroyli qilib yo'lga soladi. Men ochangning shu umidi, ixlosi uchun mush ishni qilma bola. Sen mi balana o'qan chog'da bilasan? Men har qitim safarga chiqqan chog'da ayolim ashta qildi. Men odatda aeroplanning ati qachon ma'noligini bilmayman. Ayolim meni deganda o'qitdi, kiyimlarni ratlaydi. Ash poyezd stansiyaga yoki aeroplan stansiyaga so'kildab berib uzatib qo'ydi. Men oilamning osh uzatib qo'yishlari uchun chiqaman. Baş kimni ratlashlari uchun chiqaman. Baş paypetak olab, yalqi uxlab qolma, buni qil deb toplashlari uchun chiqaman. Ya'ni bu mening ayolim bir ayol emas, minglagan ayollarning umidi u. Minglagan onalarning umidi. Vatandagi minglagan g'arib, ojiz, kuchsiz, ovozini chiqarmayotgan kishilarning umidi bu. Bizning har bir qadamimiz shularning umidi uchun menayotgan narsa. Shu bu yerda hech qanday herib ketdim, charchab ketdim. Biz dexe İlham To'xtadek bedel to'limidik. Abduqodir Jaloliddindek bedel to'limidik. Muhammad Salih Damulimdek o'lib ketmidik. Biz de yashayapmiz. Unda bo'lgandan keyin bizning boshqa bir bandani ko'rsatib, men shoir edim yoki men yozuvchi edim yoki men direktor edim deydigan hech qanday banayimiz yo'q. Biz hammamiz yakki jangchi, hammamiz bir qo'shinninki yemirilmas a'zolari. Bizning yüzyılligimiz vatanniki bizning yo'limizni qarab, telmirib, duo qilib turayotgan shu onalar, dadalar va sabiy bolalar. Shu bu ishni mushundaq hamma ishni qilamiz. Ya'ni Xitoy oxirida nima qildigan, qo'yib berdigan chaqda qo'limdan nimani oldi-da, ko'zini. Ishkalni elib deganda dedi. Desa, nimaga xap deysa dedi. Mushu qo'limga taqilgan mushu ko'zini, mushu ishkalni aman bir kun sen taqaysan. Desam, meyxida kulib qo'yib, qo'lingdan kelganini qil dedi. Men shu qo'limdan kelganini qilaman. Yozaman, arz qilaman, deyman, namoyish qilaman, hammani qilaman. Men hech qachon mush vaqtchi Uyg'urlarning qurolli qarshi turish huquqidan gumonlanib boqmadim, voz kechib boqmadim. Bu huquq bizning bor. Vaqt kelgan chog'da otimiz, chopimiz, qirimiz bizmi? Hech qanday bu yerda munozara qiladigan gap yo'q. Faqat hozirgi vaziyatda unda bir fursat yo'q. Shu fursat kelganda buni qilamiz. Xitoyni hamon tövbe qildiramiz, jazolaymiz. Ya'ni hurlik, erkinlik, ozodligimizni hamon olamiz. Bu hech qanday munozara talab qiladigan masala emas. Biz faqat hozir qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Ya'ni bunday keyin qo'limizdan kelgan har qanday ishni qilamiz. Hech qanday bir munozara yo'q. İnşallah. Normalde ziyadelerimizden buna gap çıkmaydı. Herhalde bir
Siz işler inşallah. Yo, bu men hech qachon buni inkor qilib boqmadim. Lekin men buni dastak qilib xalqni aldashni, xalqdan pul mol to'plashni, Çünkü normalde teşkilatlarımız kaçındıçı bunlar gaplar. Bizim terörçü dep qalmışsın, g'arib dep kaçıdıçı bunlar gaplar. O xato bo'libdi. Uyg'urlarning bu BDT ahdnamalariga yo'l qo'ygan narsa. Bu bizning hech qanday tatındıgan, üzünün tatdıgan narsa emas. Lekin men nimaga qarshi desa, shu qurolli qarshi turmiz deb mablag' pul to'plashga kishilarning jinini, milini bekordan ahamiyatsiz yerlarda, ahamiyatsiz da'volar, ahamiyatsiz ishlar uchun qurbon qilib chiqib qarshi. Lekin Xitoyga qarshi Xitoy kompartiyasi, Xitoy tajovuzchilarining zulmini yo'qotishga qarshi qurolli harakat, qurolli inqilob, qurolli qarshilik qilish huquqimiz azaldan bor, bunda kimi bo'ladi? Hech qanday bu yerda munozara yo'q. Aldığımızdaki haftalar, aylar, hatta şu yıl ahirigacha qanday planlarınız var? Albatta hamma diyemeysiz. Ba'zi biz ekran dışında ba'zi gaplarni dediniz. Lekin diyalaydigan qismini siz bir ham beklasiniz. Oldimizda nima bir muhim ishimiz shu Shavqin Suran degan filmni Yevropa parlamentida qo'ymoqchi. 10-oyning 10-kuni o'qidem, xudo xohlasa, machi sanatib qolmaganlar bo'lsam. Bundan keyin albatta Avstriya parlamentida Shavqin Suran degan filmni qo'yamiz. 10-oydimi? O 10-oyning 17-kuni. Ondan 9-oyning 20-dan keyin Angliyada Shavqin Suran degan filmni qo'yib, uningki munosabat faoliyatlarni qilamiz. Ondan Amerikadami shunga o'xshash faoliyatlarni qilishni o'ylashyapmiz. Masalan, bu davlat ministerligidagi xonim bilan bugun ko'rishib, uning maslahatini qildik. Biz ondan har qaysi yerlik tashkilotlar bilan aloqalashyapmiz. Masalan, Amerikadagi, Angliyadagi, Avstraliyadagi ular bilan shu biz berib, masalan deylik, davlat rahbarlari parlamentlar bilan ko'rishgandan keyin shularning shu bizga bergan va'dasini o'rinlamaslik, qachon o'rinlash masalalarni yerlik tashkilotlar surishtirib turadi. Biz faqat yo'lini ochib qaytib kelamiz. Shu mush faoliyatlar davom qiladi endi. Undan boshqa albatta yozayotgan kitob bor, bolalar kitoblari, bir yurish bolalar kitoblari yozib bo'lganda buning rasmlarini suzdirib tayyor bo'ldim yaqinda. Güldek Ailem degan bir kitap nashrdan chiqdi. Ondan Tahir Ahmad Ezgilninki mukofotga erishgan donglik kitobi kechida tutqun qilinishni kutish degan kitobning butun ishlarini bitkazib bo'ldik. Bu kitob yaqinda nashrdan chiqdi. Buni Uyg'ur yor nashr qildik. Ondan bir turkum kitoblarni nashr qildirmoqchi. O kitoblarning tarjimasi tugab bo'ldi. Qayta ko'ryapmiz. Ondan Uyg'urcha o'qishliq kitoblarning davomini yozib bo'ldik. Uning rasmlarini sizdiryapmiz. Yaqinda shu bir turkum kitoblar bilan, bir turkum faoliyatlar bilan balki undan keyin bir yurish xushalliq natijalar bilan jamoatga salom beramiz. Demek bu filmlarni hozir mesela YouTube, bu yerdan ko'ramaymiz. Cho'qim bu faoliyatlarda bo'lsa, shu tashkilotlar bilan shu fuqishib ko'rgan gap shunami? Bu filmlarning hech qaysini yoki YouTube'da yoki Amazon'da yoki har qanday bir suqlarda ko'rgil bo'lmaydi. Bu faqat hozir Uyg'ur davosi, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun ishlatildi. Boshqa savdo har qanday shaklda qo'llanishga bo'lmaydi. Xayr. Herhalde biraz saat vaqtingizni aldım aka. Oxirgi yurak so'zingizni ilib, aniz ekranni yipdi. Ne biz shu yana gap qaytib kelsak, bu qitim olimpikdagi bizning ifodamiz cho'qim hammaylar o'ylanish tegishli bir ifoda. Bundaq inkosda bo'lmasligimiz kerakdi. Bundaq bir xalqarodagi muhim fursatda sessiz, sadosiz, ovozsiz yaşamasligimiz kerakdi. Hammamiz o'zimizdan so'rab baqsaq, men kim, nima ish qilyapman? Mendan millionlagan qamoqdagi akam, ocham, qarindoshlarim nimani kutyapti? Men nima bilan mushadagi
erkin, azade, hür hayatımı yüz kilerleyme. Benim her bir günüm kimlerinin türmedik hayatı bedligi kelgen. Benim yaxşı turmuşum kimlerinin kıynakları bedligi kelgen. Digenini unutmaslıkımızını arzu kılma. Çünkü biz ya hareket kılıp yengimiz ya ki sükut kılıp çekinip bu Uygur kırgınçılıkını uzakka davamlaştırıp ötümüz. İş, netice, akıbet bizning tirishchanligimiz, hareketimiz vicdanımızga bağlıq. Şuna men qarindoshlarni o'zidan savol so'rashga, o'zining hareketi, qiliqi, faoliyatlaridan savol so'rashga, bu bo'layotgan zulmni davomlashtiruvchining oxirlashtiruvchining o'zi ekanligini unutmaslikka chaqiraman. Allah razı olsun. İnşallah sabrınız ertimağdan buldunuz. Şuna ak yol tileyme. Kıvatkan davalarınız, teşvikatınız, kitaplarınız, hizmetleriniz inşallah kutuluk boğay. Yana bir kıtım kayıtkan çadı çıkım yana bir söhbet kılaylı. İnşallah sözünüzü evalay. Oldu elbette. Yani arkadaşlar. Yana tabak yetip verim inşallah. Lekin müşkület sual sorgan. Bek adli sual sorak koydum bu gittim. Başta birinci kısım emdi. Yani sen günü kaldınız kila kıtım en beşisini sorayım. Oldu. Buldu qiynaşda hem bekleysiniz unutqamanlar kila kıtım külükçü. Aman bulunlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. I stole made it home. Birinci ayının 12. günü aeroportda adam bilan xo'shlashgan payt qo'limdagi bilet o'zgardi taqdirimni mani boshlayapti musofirlik hayotini bilim qaytamayman endi ko'ramayman gap jiq deyamayman xatmi yozamayman bo'ldi ketdim deyman lekin qaytib boramayman o'ylamayman deyman lekin men unutamayman havo sovib ketdi-ku quyosh nuri nadidu o'tib ketadiydi-ku ammo o'xshashardi-mu beshin fasl kaldı-mu o'tib kesmaydi-ku izlayapman topolmadim taqdir zodi nadidu ayrıldım oilamdan tug'ilib o'sgan yerdan og'ayni birodardan yolg'iz qoldi qalbim bo'ylab ko'nglim yurim yetti o'zim bidadim sizlarni topmaynadim hozir bilmadim ayrıldım oilamdan tug'ilib o'sgan yerdan og'ayni birodardan yolg'iz qoldi qalbim bo'ylab ko'nglim yurim yetti o'zim bidadim sizlarni topmaynadim hozir bilmadim 39 yıl hudud yıl ömrün rahatına sözleydi başka dalda bin algandı yoki pul topgandı yandı kim bu ko'rmaganni ko'rdim musofirlik hayotimda uchuvatima bulutda ulabda birini uribla ichikni ichidan qulibla betti kilo uruqlab ketdi gulmoq puribla ichilmayli turibla deymi to'ydim bo'ldi kat endi jonni ilibla vaqti yoshda tomchi tomchi o'tidi yana qancha aeroportda xo'shlashgancha sevg'indim men shuncha bilmayman davomlashini yana qachongacha uxlamayman tong otgacha muhabbat nafrat yurakda jiq gaplar kuchib keldi katta javob yo'q hatto yozim yangi betga to'shib ketdi debdi qoldim bu hayotda yolg'iz musofirman chetda ayrıldım oilamdan tug'ilib o'sgan yerdan og'ayni birodardan yolg'iz qoldi qalbim bo'ylab ko'nglim yurim yetti o'zim bidadim sizlarni topmaynadim hozir bilmadim ayrıldım oilamdan tug'ilib